Apple va Samsung telefonlarini ataylab sekinlashtirgani uchun jarimaga tortildi. The Guardian va BBC xabar beradi. 1-2 yil oldingi eski telefonlaringiz yangilaganingizdan keyin sekinlab qolishi hech bo'lganmi? Buni ataylab uyushtirilganini Apple va Samsungning bo'yniga Yevropadagi hakkerlar sudda bo'yniga qo'ygan. Ular jarima to'lab qutuldi, lekin hozir ham bu narsa davom etyapti degan fikrdaman, chunki ular o'sha buni bahonasini topib qo'ydi. Keyin nima emish? Batareykalar eskirgani uchun, prosessorlar eskirgani uchun biz atay telefon sekin ishladi qildik. Nagruzka kuchlama tushmasligi uchun. Ular atay telefon, yangi telefon olsin deb qilgani aniq. Apple musor, Samsung musor demasdan o'z haq-huquqlarini himoya qilishda birlashadigan payt keldi. Nima qilish kerak buning uchun? Bunaqa monopolistik siyosatlarga qarshi. Telefon olamidagi so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turish uchun va shunaqangi muammoli holatlarda nima qilish kerakligini bilish uchun biz profilga albatta a'zo bo'lib qo'yinglar. So'nggi yangiliklarda aytib turamiz albatta.